Iftorlikka, suyuq ovqat oldiga bittagina shu burgerdan bo'lsa maza qilib yermadingiz. Unday bo'lsa, ko'p kuttirmasdan retseptni boshlayman. Bittagina yurakchani bosib qo'ying-da, jarayonni kuzating. Iliq suvga sut o'rnini bosadigan Frima quruq sut mahsulotlaridan solamiz. Shakar, tuz, dro'ja va tuxum solib, o'simlik yog'ini solamizda yaxshilab aralashtiramiz. Un solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni ustini paket bilan yopib, issiq joyga qo'yib oshirishga qo'yamiz. Xamirimiz oshguncha tovuqni tayyorlab olamiz. Parrak-parrak qilib tovuq go'shtini kesib olamiz va ustiga tuz, murch sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Avval unga, so'ng tuxumga va non talqoniga ketma-ketlikda yaxshilab belab chiqamiz. Qizigan tovaga yog' solib, yog' qizigach, tovuqlarni har bir tarafini 5-6 daqiqadan qovurib, pishirib olamiz. Yumshoqqina sochni bo'lib tovuqlar ham pishdi. Bu orada xamir ham oshdi. Oshgan xamirlarni tuxumdek kattalikda zuvalalarga bo'lib chiqamiz. Xamirni yoyib, ikkiga buklab qo'yamiz. Listga xamirlarni teramiz, ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepamiz. 180 gradusda 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Pishgan bo'lichkalarimizni orasi juda ham oson ochiladi. Orasiga salat bargi, sir, pomidor bodrin va qovurilgan tavug'imizni qo'yamiz. Mayonez, ketchup bilan bezatib chiqamiz. Mazali burgerlar tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga yuboring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.